Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva, qo'y, mol ishqibozlari. Akalar, bizda bilasizlar, qo'ylarni olib kelib qo'y ko'paytirishni ham boshladik. Olib kelganda ham haqiqiy tozalarini borib ko'rib 100 ta 200 ta qo'yni ichidan 10 ta 15 ta zo'rlarni tanlab olib kelganmiz. Kimda esida bo'lsa. Haqiqiy zo'r afg'on, arashan, hisorlar terib olib kelganmiz. Mana bitta arashan qo'yimiz tug'ib berdi. Akalar, tuqqanda ham 3 ta tug'ib berdi mana. 3 ta o'ta go'zal, o'ta sifatli. Bittasini ham nuqsoni yo'q. Egizak bo'lib hali kichkina unaqa degan joyi ham yo'q. Haqiqiy uchalasi ham baquvvat. Mana dumbalari ham vobshe garbanos, quloq, rangi, toni vobshe boshqa tema mana. Haqiqiy zo'rlari. Enasini ko'rib turibsiz, yelini ham o'sha uncha-muncha jaydarim olga dam beradi. Ayqon bu qo'ylar qulluq bo'lsin. Ha, rahmat. 3 ta tug'ib berdimi? Ha, shunaqa, aka. Gap yo'q. O'ta baquvvat o'pdi lekin. Bu qo'yimiz parametriga keladigan bo'lsak, bo'yni o'lchadik. Aha. Kelasi o'zlar ham qo'yilsa 85 plusda. 85 plus. Quloq uzunligi 20 plusda ekan. Aha. Tishi 4 ta. Tish 4 ta. Ha, 3 ta bola berdi, 2 ta qo'chqor, bitta soliqcha. Ikkitasi qo'chqor, bittasi soliq. Ha, shunaqa. Dumbalari ham mana kelishgan. Ha, o'sha elita qo'y deyishadi, biz uncha tushunmaymiz, yaqinda kirib keldi bu sohaga. Elita qo'ydi shunaqa bo'ladi. O'zimiz ham olganimizda eslasangiz buni qimmat ko'rganmiz. Ha. 3 ta tuqqan. Buni qo'chqor shu yerda qo'shganmiz. Qo'chqorimiz zagonda yuribdi. Kelib ma'qul keladigan bo'lsa, qo'chqordan ko'rishadi. Bolalar o'sha otasiga tortgan. Otasi ham haqiqiy toza arashanga qo'ydi. Shunaqa zagonda yuribdi. Akalar, mana bu o'tganligi bolasi mana. O'ta baquvvat mana. 1 yilda mayda bo'ldi. Prosta shu oyoqda oqib borligi uchun qo'yga qo'shganimiz yo'q. Necha kilo chiqadi qolma shu? Chiqar 100 o'zi sportniy formada ko'ra yemlamadi u. Ha, yemlanmagan. 140 kilo chiqib qoladi. 140-150 kilo chiqaveradi. Bu o'rtada bir 10 ta qo'yga qo'shganimiz hisobiga. Hozir prosta shu rangi oyog'ida oqib borligi uchun qo'shganimiz yo'q. Qo'shmayapmiz. Ikkitavida toza arashanlar yuribdi. Shunaqa. Mana haqiqiy quloqlari, garbanozlari dahshat bo'ldi buni ham. Maynaga sifatli qo'ylar bo'lib beradi, xudo xolasa. Buni bo'yi 1.7 chiqqan. 1.7 qo'chqordik. Xo'p, qomini nimaga sotyapsiz? O'zi biz bilasiz, biz asosan Foydalanish. sigir sohasidamiz. Buni ham bolasini sotamiz biz tug'ilganda, xalqqa beramiz. O'zi ko'pchilik bilishadi. O'zi shunchalik ko'p odam so'rtgandan video ham qila olmayapmiz. Bo'zachilar. Tug'ilishi bilan sotilib ketyapti. Shunaqa bo'lyapti. O'zimiz hamma sotib yuboryapti, ko'rsiz, kelgan odam olib ketib qoldi. Bu qo'chqor ham shu qo'y ham shu sohasiga kirdi u. Tug'ildimi? Bolasini kerak bo'lsa yana chiqazib beramiz videoda. 3 oylik, 4 oylik qo'chqorchalari bor, zo'r. Bor. O'shalarni sotuvga chiqazib beramiz. Zotka deyishadi. Qomin narxi necha pul? Buni aka, o'zingiz ham ko'rdingiz, 3000 ga so'rashdi, bermadik. 3,5 ming dollar ozmoz xayrni qilib beramiz. Xayrni qilib berasiz, 3,5 ming dollar. Shunaqa. Akalar, mana telefon qilaverasizlar. Haqiqiy naslli elita qo'y kerak bo'lsa, telefon qilib bemalol bog'lanishlari mumkin. Xudo xolasa ham mana bolalar necha oylik bo'lganda qochadi bu? Aka, bu ikkitasi qo'chqor, bittasi soliqcha. Yo, enasi masalan. Enasi, ana o'zingiz ko'rib turibsiz, biz tuqqanak birovdak qo'chqor qo'shdi, o'zi sirazi qochyapti. Oddiy misol ko'rishingiz mumkin. 3 ta tuqqan qo'y ozg'in emas. Etlari zo'r. 3 ta tug'ib ham etini yo'qotmagan. Xullas, demoqchimanki, olib borib qo'chqorga qo'shib yuborilsa, bir oydan keyin qochsa, yana bir 5 oy 6 oyda yana tug'ib beraveradi. 5 oy 15 kunda qo'y tug'adi. 5 oy 15 kunda xudo xolasa tug'ib beraveradi. Ko'paytirib olishga zo'r variant. Qiziqadigan aka-ukalar, puli bor, qiziqqan odam bo'lsa, mana tashab qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi qo'chqorga qo'yasiz. Bu yildan keyin Xudo bersa balki 4 ta tug'ar. Shunaqa. Balki 2 ta tug'ar yoki yana 3 ta tug'ib beradi. O'sha tug'ilganda videolari ham bor. 3 ta hamma 3 tasi ham o'zini bolasi, qo'shib qo'yilmagan. Videoga olganmiz. Ko'rsatamiz agar kelsa. Buni o'zi egizakchi deb sotishgan-a sizga? Bizga shunday deb sotishgan. Egizakchi deb sotishgan. Biz qo'chirdik buni. Bu yerda qochgan. Xudo xolasa uni 3 ta tug'di. Endi zagondagilardan bir ko'rsatamiz. Akalar, mana zagondagi qo'ylar bu. Qo'ylar yurishi mana shu. Zagonda maza qilib, xolasa salqin, xolasa oftobda yuradi. Mana shu beli ko'rinib turgan gigant mana shu qo'chqorimiz bo'ladi. Mana shu qo'chqorga qo'yyapmiz hammasini. Xudo xolasa hammasi zo'r bola beryapti. Hozir prosta yangi tuqqanlarni hozir video qilgan joyimizni ko'rdilaring, 3 ta tuqqanni. Shu yerga olib kirib qo'yamiz.
Telefon qilaverasizlar mana, ma'qul kelsa, kelishib bemalol olib ketishlari mumkin. Aytilgan narxdan kamaytirib chiroyli qilib yo'lida qilib beriladi.